Assalomu alaykum, hurmatli Ro'astar Trans kanalimiz a'zo obunachilari, hurmatli mijozlar, doimiy kuzatuvchilar. Mijozlarimiz talablari va istaklariga binoan bugun biz yana Trazano brendining Basecomer variant shinasini obzor qilib berib ketamiz. Xitoydan nomeradiga hisoblangan Trazano shina zavodining AZ650 model 8 shinani ko'rib o'tib ketamiz. Bu shinamiz 385 ga 65 R22,5 razmerda 24 slojni tashkil qiladi. Bu shinamizning og'irligi 79 kilogrammni tashkil qilib, yuk ko'tarish og'irligi esa 5000 kilogrammni tashkil qiladi. Bu 5000 kilogramm asosan 903 atmosfera bosimda qo'yish kerak deb tavsiya berib o'tib ketilgan shinamizda. Xo'sh, shinamizning eni 31 santimetrni tashkil qiladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. 31 santimetrni tashkil qiladi. Protektor chuqurligi esa 1.7 millimetrni tashkil qiladi. Ya'ni 1 santimetr 7 millimetr tashkil qiladi. Bu shinamiz asosan podushkali tentovka prinsep hamda podushkali samosval prinseplarga mo'ljallangan. Hurmatli mijozlar, mana bu qo'rchalar, mana bu bo'rtma chiziqlari esa shinamizning noqulay ob-havo vaziyatlari, qorli, yomg'irli vaziyatlarda ular manevrlarda qulayliklar tug'diradi. Kimga shunaqa sifatli, baquvvat, uzoq masofalarga ishlab beradigan garantiyali shinalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Ro'astar Trans sifatli, ishonchli hamda albatta samarali.